Audio Jungle. We once had a teacher, the teacher of teachers. He changed the world for the better and made us better creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Al-Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Mu'allim. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. He was Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad, mercy upon mankind. Teacher of all mankind, أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني، وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني، وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. يا رحمة الله كم لقيت من وجع، وقد صبرت لكي بالدين تحيني. كل اشتياق وروحي فيك ظامئة، يا سيرة بشذا الأفضال ترويني، يا سيرة بشذا الأفضال ترويني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني، وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني. كل المعاني وإن حبرتها عجزت، وفي القوامس شيء ليس يكفيني. أدعو الإله بأن ألقاك في فرح، وفي جوارك في الجنات يدنيني، وفي جوارك في الجنات يدنيني. إني ذكرتك فاخضرت بساتيني، وأشرق النور وازدنت دواويني. أنت الحبيب الذي في الروح مسكنه، وأنت حياة في شراييني، وأنت حياة
سلام سلام كمسك الختام عليكم حبابنا يا كرام، ومن ذكرهم أنسنا في الظلام، ونور لنا بين هذا الأنام. سكنتم فؤادي وربي العباد، وأنتم منائي وأقصى المراد، فهل تسعدوني بصفو الوداد، وهل تمنحوني شريف المقام، فلا تسقموني بطول الجفا، ومنوا بوصل ولو في المنام، أموت وأحيا على حبكم، وحبي لديكم وعزي بكم، وراحة روحي رجاء قربكم، وعزمي وقصدي إليكم دوام. فلا عشت إن كان قلبي سكان إلى البعد عن أهله والوطن، ومن حبهم في الحشا قد قطن. Ana bugun jamlangan ana shu go'zal bir madrasani tugatgan, ilm olib, ma'rifat ziyod taratish nurida yo'lida bo'lgan talabalarimizni, ya'ni olimlarimizni, Allohning keyingi yo'llardan ham hamisha ochiq etsin. Qadami bo'lmog'ini nasib aylaydi. Ota-onalari, bobo-buvilari, yaqinlari hamisha hayot bo'lsalar, bularning quvonchida ana shunday ilm va ma'rifat yo'lida yana bardavomlik kunlarini ko'rmog'ini, mehrobda turib, ana shunday ko'p minglab mo'min musulmonlarga imom bo'lib va ularga chiroyli va'z etib, ularni qalblarida iymon va e'tiqodni joy etish sharafiga Alloh o'zi yetsin. Agar payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam tirik bo'lganlarida, hozirgi onda oldimizda bo'lganlarida bu ilm ahllariga qanday baho berishliklarini faqatgina o'zlari biladilar. Yaratgan Robbim va o'zlari biladilar. Parvardigorim mana shunday muqaddas ilm yo'lini olib, yana shunday go'zal yo'lni davom ettirishni niyat qilgan shu talabalarimizni, shu ilm ahillarini Allohim hamisha yo'llariga baraka yog'dirgin. Ularni barakali qilgin. Oila qurganlarga Allohim farzandlari va zurriyatlaridan o'zlaridan ham yuqori ilmli ma'rifat egasi dunyoga kelmog'ini, solih va soliha farzandlar va ularni otasi bo'lish sharafiga Alloh o'zi yetkazgan. Oila niyatida bo'lganlarni Allohim ularga soliha juft halolni nasib aylab, kelajakda ular ham solih va soliha farzandlarni otasi bo'lish sharafiga o'zi yetkazgan. Ana bugun Buxorodan va butun viloyatimizdan tashrif buyurgan aziz imom xatiblarimiz, ustozlarimiz, ilm ahillarimiz, ulamolarimiz, siz azizlarni ana shunday xatmonangizni ko'rib, ishtirok etmoqligi uchun qadam rajda qilgan aziz Buxoriy, aziz ana shu yurtimizdagi allomalarni, aziz mehmonlarni tashriflarini qutlug' aylagan. Allohim hammamizning kelajakda farzandlarimiz ana shunday ulug' dargohni talabasi bo'lish sharafiga Alloh yetkazgan. Amin. Abdulloh Yamani, Ubaydullohxon, bu yerdan o'tgan ulug'lar va buyuklar shu madrasani barpo etish uchun qancha Buxoro va shu zamindagi bo'lgan ulug'lar xizmat qilganlarki, 500 yil bo'ldi. Ana shu 500 yillik
mobaynida qancha insonlar ilm olib, ilm berib o'tganlarni ham Allohim ruhlarini shod va qabrlarini munavvar aylagin. Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi ana shu joylarda ilm olib, kitob ko'tarib, ana shunday bir buyuk darajaga yetgan ekanlar. Allohim shu yerdagi barchamiz ham Imom Buxoriyning yo'llarini bardavom etib va uni davomchilaridan bo'lish sharafiga Robbim o'zing yetkazgin. اللهم
71'da bir quyosh chiqdi, uning ismi Muhammad, ilk so'zi ummat. 571'da bir quyosh chiqdi, uning ismi Muhammad, ilk so'zi ummat. Otasidir Abdulloh, onasidir Amina, sut onasi Halima. Bismillahirrohmanirrohim. insoniyatni ilm ila aziz qilgan, uni o'rganish va o'rgatish ila yuksak darajalarga ko'targan Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taolo tomonidan rabboniy ilm bilan siylangan va o'zlaridagi ilm bulog'ini ummatga mukammal daraja yetkazgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga to'xtovsiz salovat va salomlar bo'lsin. Islomning odobi, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlari bo'lmish islom salomini sizlarga yo'llashga ijozat bergaysizlar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar, muhtaram mehmonlar, tabarruk otaxonlar, munis onaxonlar, assalomu alaykum. Qalbida Allohning kalomini jo aylab, islom din yo'lida xizmat aylab kelayotgan qori aka-ukalar, tolibi ilmlar. O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi Mir Arab o'rta maxsus islom ta'lim muassasasining 2025-2026 o'quv yili bitiruv xatmonasini ochiq deb e'lon qilamiz. O'zbekiston Respublikasi davlat madhiyasi yangraydi. Odam o'g'li, gar o'zingga ikki jahon, doril omon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Tirik joning nafas olgan har bir zamon, nurli zamon bo'lsin desang Qur'on o'qi. Qur'on nurdir, zaminingni yoritgaydir, rahmat, shifo dardlaringni aritgaydir. Rabbim Alloh o'zin go'zal tanitgaydir, umrim irfon bo'lsin desang Qur'on o'qi.
har yilgi an'anamizga sodiq qolgan holda bugungi bitiruv xatmonamizni ham Qur'oni Karim tilovati bilan boshlaymiz. Bitiruvchi kurs talabasi Valiyev Mahmudjon qori Qur'on tilovat qilib beradilar. Duosini ustozlardan iltimos qilib qolamiz. Marhamat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه وسلم. İlahi Perverdigara, Kur'an-ı Kerim'in tilavetinin şerafetinden bugünkü Hatm-ı Kur'an, Hatm-ı Kütub ulemalarımızın barchalarını Allah Tebarek ve Teala rahmet eylep ulanı feyz berekatlerden nasip eylesin. Hususan İmam Ebu Hafs-ül Kabir-ül Bukhari, İmam-ül Bukhari, İmam Müslim, İmam-ı Tirmizi, sair ulemalarımızın, ustazlarımızın Allah Tebarek ve Teala rahmet eylesin. Hususan Medrese-i Mir-i Arab'ni bina kılgan Hazreti Şeyh Abdullah Yemeni Hazretlerini kabrini Allah Teala Kur'an nuru ile münevver eylesin. Barcha ustazlarimizni xususan mana birinchi marta 1946 yilda Medrese-i Mir-i Arab tashkil qilgan Eshonboboxon Hazretlari, Ziyoddinxon Eshonboboxon ibn Eshonboboxon Hazretlari, İsmail Mahzum ustazlarimiz, Shahobiddin Qordomlarimiz şu bilan birlikda mana Muxtorjon Abdullayev janoblari, Sulton Mahmudov, Abdulaziz Hojidomlarimiz, Shahobiddin Qordomlar, Sadriddin Qordomlarimiz, barcha ustoz zikr qilingan ustozlar barchalarini Alloh taolo rahmat aylasin. Alloh taborak va taolo yurtimizni faron aylab, balo qazolar asrasin. Dunyoda tinchlikni barqaror aylab, muborak madrasalarimizni tashkil bo'lishi sababchi bo'lgan, xususan oliy madrasaga ochilishiga, Imom Buxoriy majmualarini qaytadan tiklanishiga hamda islom sivilizatsiya markazlarini qaytadan tiklash sababchi bo'lgan muhtaram yurtboshimiz Shavkat Mirziyoyev janoblariga Alloh taologa uzoq umr, baxt va sog'lik nasib aylab, Alloh taolo
qilib turgan oqilona siyosatlarga Alloh taolo o'z madad qilsin. Yurtimizni balo qazon asrasin. Rabbana atmim lana nurana va kaffir anna sayyi'atina va tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Va sallallohu taala xayri xalqihi Muhammad va alihi va sahbihi ajma'in rahmatika arhamar rohimin. Rahmat ustoz. Bugungi bitiruv xatmonasini ochib berish uchun so'zni Mir Arab o'rta maxsus Islom ta'lim muassasasining direktori Jaloliddin domla Sabrovga beramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulillah. Ammo ba'd, aziz muhtaram ustozlar, aziz mehmonlar, bitiruvchi talabalar, mana shunday bitiruvchi talabalarni quvonchli kunida shohid bo'lishlik uchun kelgan aziz ota-onalar, hammalaringizni bugungi mana shunday bir tadbir bilan hammalaringizni muborakbod etamiz. Madrasa faoliyati bo'yicha mana 500 yildan oshdi. Xabarlarimiz bor, 2023-yilda uni katta bir shodiyonasini nishonlagan edik. Tarix davomida 500 yillik tarixga ega qanchadan qancha olimlar, qanchadan qancha ulamolar, din arboblari, fuzalolarni tarbiya qilishlikka zamin yaratgan. Mana shunday ulug' dargoh, buyuk dargoh yana qayta bir muddat o'rtada uzilish bo'lgandan keyin qayta 1946-yili birinchi talabalarni, birinchi qaldirg'ochlarni qabul qilgan edi. Mana Alloh taoloning fazli bilan bu yil mana shu qayta ochilganligidan keyin 57-bitiruvchilarni qabul bitiryapmiz. Alloh taolo bu tadbirlarni go'zal bo'lishligini muvaffaq aylasin. Mana shu tadbirlar, mana shu xatmona marosimlari bu kelajakda albatta buni bir o'ziga yarasha bir ma'nosi borki, talabalarga ustozlardan beriladigan duoi Fotiha, ularning kelgusidagi faoliyatlari uchun yurtimiz, millatimiz, xalqimiz yo'lida mana shunday kamarbasta bo'lib xizmat qilishlari uchun ustozlar tomonidan ijoza ma'nosida bir majoziy o'zining ma'nosi bor. Albatta mana shu yerda mana shunday tadbirda ishtirok qilayotganlaringiz uchun avvalo tashakkur, minnatdorchilik bildiramiz. Endi mana bu yurtimizda hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tomonidan hamma sohada katta bir o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Ana shunday o'zi ko'zimiz ko'rib turibdi, ana shunday islohotlardan biri diniy, ma'naviy, ma'rifiy sohada. Mana adadlarni ko'rib turibsiz, 46 nafar bugun bitiruvchilar turibdi. Muhtaram prezidentimizni mana shunday diniy sohaga berilayotgan katta bir imkoniyatlarning sharofat va barokotidan ana shunday talabalarning adadi ko'pligi o'z insonni ko'zini quvontiradi. Mana bular erta Xudo xolasa bitirib borgandan keyin belgilangan o'zlariga taqsimot bo'yicha belgilangan joylarida dinimiz ravnaqi, xalqimiz farovonligi yo'lida kamarbasta bo'lib xizmat qiladilar. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday marhamat qiladi. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Sizlardan ilm ato qilinganlarni darajalarini ko'tardik deydi. Haqiqatan ham olimlarning bir darajalari bor. Olimlarning bir nufuzlari bor. Ertaga bular ham ilm oladi, ilmi talib bo'ladi. Ertaga minbar mihrobda turib xalqqa vasxonlik qiladi. Albatta mana shunday bir ulug' darajat, ulug' fazilatlarga ega bo'ladi. Zero mihrob, minbar payg'ambar alayhissalatu vassalomni bizlarga qoldirgan meroslari. Al ulama warasatul anbiya dedilar janob Rasululloh. Olimlar payg'ambarlarning merosxo'rlari dedilar. Aynan mihrob egasi bo'lib, minbar egasi bo'lib, payg'ambar alayhissalatu vassalomni meroslarini, o'kishini yo'llarini davom ettiradilar. Alloh taolo
bu yo'llarda bularga zafar, bu yo'lda bularga Alloh taolo o'zi kuch-quvvat ato aylasin. Bularga ta'lim bergan ustozlar, bularga rahbarlik qilgan ustozlardan Alloh o'zi rozi bo'lsin. Va ularni orqalaridan qo'llab-quvvatlab turgan, ilm olishlari, ta'lim olishlari uchun bor imkoniyatlarini sarflagan ota-onalarni ham xizmatlarini qabul qilsin. Bugungi mehmonlarimizni qadamlariga hasanot, xush kelibsizlar. Bugungi tadbir hammalarimizga muborak bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh. Alloh rozi bo'lsin, rahmat ustoz. O'zbekiston musulmonlari idorasi Buxoro viloyati vakili, ulamolar kengashi a'zosi, Imom Buxoriy ordeni sohibi Jobir domla Elifga endigi so'z navbatini beramiz. Marhamat ustoz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin va afzalus salati va tamut taslim ala sayyidina va nabiyyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli ustozlar, hurmatli ulamolar, hurmatli ilm ahli, hurmatli ilmni sevadigan va hamda ilmga mushtoq bo'lgan azizlar va hamda bitiruvchi va qolaversa bitiruvchi talabalarimizni ota-onalari, tashrif buyurganlar, aziz mehmonlar, barchalaringizga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa cheksiz hamd va sanolar, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomu salovatlar bo'lsin. Ana bugun bizlarni juda ham quvontirgan, bizlarni ko'nglimizni shod etgan boyagina 46 nafar shu madrasamiz, Mir Arab madrasani bitiruvchi talabalarni kirib kelayotgan ondagi bo'lgan holat meni ham, siz ustozlarni ham, siz ota-onalarni ham shunday quvontirdiki, endi uni quvontirganlik holatini tasvirlab berib bo'lmaydi. Ana shunday talabalarimizni bugun biz ko'rgan bo'lsak, bu madrasa 500 yildan beri ana shunday madrasalarda tahsil olguvchi talabalarni bitirganlarini xuddi shunday e'zozlab, keyingi bosqichdagi ilmda, keyingi bosqichdagi ma'rifat yo'lida, keyingi bosqichdagi iymon, e'tiqodni, yaxshilikni taratish yo'lida juda katta bir xizmat qilgan madrasada turibmiz. Boyagina ustozimiz Abdug'afur domlamiz duoda ko'p ulamolarni zikr etdilar. Haqiqatan ham 500 yildan beri shu madrasada qancha allomalar, qancha ulug'lar, qancha buyuklar xizmat qilganlar. Alloh taolo hammalarini oxiratlarini obod va joylarini jannat qilsin. Ana bugun talabalarimizni, talabalar demasak ham bo'ladi endi. Chunki bularni 4 yil ilm oldilar. Endi ulamolar desak albatta arziydi. Ya'ni shu ulamolarimizni, shu ilm ahillarini, avvalambor ota-onalarini, shu yerda tashrif buyurgan siz aziz ota-onalarni men yana bir bor chin qalbimdan muborakbod etaman. Alloh taolo ana shu farzandlaringiz jannatda boshingizga toj kiydirishiga sababchi bo'lmoqligini nasib aylasin. Jannatda kirishingiz uchun juda katta bir sizning ortingizdan ilm yo'lida xizmat qilib, katta bir ma'rifat eshiklarini ochib, sizni hamisha martabangizni baland etmoqlikka shu farzandlaringiz hamisha sababchi bo'lmoqligini Alloh nasib aylasin. Bu yerda do'st birodarlarimiz, ustozlarimiz, ilm ahillar tashrif buyurganlar. Siz ota-onalarni hozir koshki edi men ham ana shu joyda bo'lsam-da
farzandimni bitirish kunini ana shunday bir ulug' kunini ko'rish sharafiga yetkazsin deb orzu qilib, umid qilib turganlar qancha. Alloh subhanahu va taolaga beadad shukronalar bo'lsinki, ana bugun siz ota-onalarni farzandingiz 4 yil ushbu madrasada tahsil oldilar. Men avvalambor ana shu madrasani direktori Jaloliddin domla Saburovga, qolaversa meni o'ng tomonimda turgan ana shu talabalaringiz, ya'ni shu farzandlaringizga, shu ilm ahllariga dars bergan, ta'lim bergan, Qur'on, hadis, fiqh, aqida va boshqa fanlardan ilm bergan o'ng va chap tarafimdagi bo'lgan barcha ustozlarni men ustozlarga minnatdorchilik bildiraman. Alloh taolo xizmatlarini dargohida o'zi qabul aylagan bo'lsin. Madrasada kirayotgan paytingizda peshtoqlaridan birida shunday so'z yozilgan. U so'z Hazrati Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu ning so'zlari bo'ladi. Yozilgan: "Man kana fi talabil ilmi kanatil jannatu fi talabi." Kim ilm talabida bo'lsa, jannat uning talabidadir deb yozilgan. Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning bu so'zlari Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning jivorlarida bo'lib, u kishining xizmatlarida bo'lib, hamisha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan hamroh bo'lib, u kishidan olingan Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning buloq ilmlaridan olgan Hazrati Ali radhiyallohu anhu ning so'zlariga yaxshiroq e'tibor beradigan bo'lsak, demak kim ilm talabida bo'lsa, ilm izlanish yo'lida bo'lsa, ilm yo'lida chiqsa, ilmni olish uchun safarga chiqsa, yo'l olsa, albatta jannat ham uning talabida, uning kirishligida, uning kirish uchun yo'l ochib berish yo'lida qanchalik katta bir sharafni, katta bir yutuqni Hazrati Ali radhiyallohu anhu bizga ana shunday bir bayon qilib, uni bizga yetkazdilar. Haqiqatan ham ilm yo'lida bo'lgan har bir inson borki, albatta u jannat yo'lidadir. Ilm yo'lida bor bo'lgan har bir inson borki, xoyinki u yosh, xoyinki u qari bo'lmasin, keksa yoshli bo'lmasin, albatta u jannat yo'lidadir. Men bugun siz aziz ustozlarni, siz aziz ota-onalarni, siz aziz murabbiylarni, siz aziz mehmonlarni ana shunday yo'lda yurganingiz uchun, ana shunday yo'lni bardavom tutganingiz uchun yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Iloho umrimiz oxiriga qadar ana shunday ilm yo'lida bo'lmoqligini Alloh taolo barchamizga nasib aylasin. Inshaalloh Xudo xolasa ana bugun bitiruv kunida turgan shu talabalarimizni kelajakda muhtaram yurtboshimiz tashabbuslari bilan ta'sis etilgan Mir Arab oliy madrasasiga inshaalloh imtihonlarni topshirib, shu ilm yo'llarini yana 4 yil Mir Arab oliy madrasasida davom ettirmoqliklarini so'rab qolardim. Siz ota-onalarga yana bir kattakon rahmatki, minnatdorchilikki 4 yil farzandingizni ushbu ta'lim dargohida berib olim bo'lishiga sababchi bo'ldingiz. Yana duo qiling, ana shu farzandlaringiz 4 yil Mir Arab oliy madrasasida o'qib, yanada ilmlarni ziyoda etib, yanada ilm yo'lida ana shunday kamarbasta bo'lib, ilm olib, katta yutuq, katta natijalarga erishmoqliklarini Alloh taolo nasib aylasin. Abu Hanifa rahmatulloh alayhi ustozlari Hammoddan 18 yil ilm oldilar. Abu Yusuf ustozlari Abu Hanifadan 18 yil ilm oldilar. İmom Muhammad ibn Hasan Ash-Shayboni ham qarib 20 yil ustozlaridan ilm olganlar. Aytingchi, shuncha yil ilm olgan shu ustozlardek bo'la olmaymizmi? Albatta bo'la olamiz.
hech qachon ilm yo'lidan uzoqlashmasdan, hech qachon ilm yo'lidan yiroq bo'lmasdan uni olmoqlik uchun butun umrimizni sarflasak-da, albatta kam. Bu yerdagi ana shu ustozlaringiz, ilm ahillar necha yillardan beri ilm yo'lida bo'lsalarda yana xohlaydilarki, men koshki edi yanada ilm olsam, yana ilm yo'lini davom ettirsam deb. Alloh subhanahu va taolaga beadad shukronalar bo'lsinki, ana shunday tinch yurtda, omon yurtda, xalqi farovon yurtda yashayapmiz. Qayergadir notinchlik, qayergadir qiyinchilik, qayerdadir mashaqqat, qayerdadir urush, qayerdadir insonlarning qo'li qurolni olsa, bugun esa bizning yurtimizda yoshlarimiz, ilm ahillarimiz qo'llarida kitob. Qaysi yerdadir inson kimnidir jonini to'kish uchun yo'l olsa, bugun bizning yurtimizda esa ilm olish uchun yo'lga otlanadilar. Naqadar sharafli va fazilatli yurtdamiz. Alloh subhanahu va taolodan so'raymizki, yurtimiz hamisha tinch, vatanimiz obod, xalqimiz farovon. Siz aziz talabalarga inshaalloh Mir Arab Oliy Madrasasini rektori sifatida aytamanki, inshaalloh siz Mir Arab Oliy Madrasasiga juda ko'p kirib, ilm olib, ana shunday yurgansiz. O'sha yo'lni yana davom ettirmoqingizni, Mir Arab Oliy Madrasasiga inshaalloh kirib, shu yo'lni davom ettirmoqligingizni so'rab qolaman. Albatta bunga Jaloliddin domla Saburov ham, bu yerdagi ustozlar ham, bu yerdagi ulamolar ham hammalari meni so'zimni tasdiqlaydilar. Inshaalloh sizlarni Mir Arab Oliy Madrasasiga kutib qolamiz. Inshaalloh yo'llaringizni Alloh taolo ochib bersin. Yo'llaringiz hamisha musaffo bo'lsin. Ota-onangizni qanday quvontirgan bo'lsangiz, umringiz oxiriga qadar shu ota-onangizni quvontiring, ularni duolarini oling, ularni xizmatlarini qiling. Albatta bu sharaf hammamizning katta bir yutuq, katta bir mukofotga albatta olib boradi. Men yana so'zimni oxirida ana shu Mir Arab madrasamizda 2017-yil muhtaram yurtboshimiz tashrif buyurgan edilar. Shunda tashrif buyurganlarida ziyoratga kirdilar. Ziyoratni qilib bo'lgach dedilarki, bu madrasa azaldan oliy bo'lgan-ku, buning maqomini ko'taramiz dedilar. Ana shu joyda, ana shu tabarruk zaminning, tabarruk madrasaning ziyoratgohida kirayotganingizda chap qo'lingizdagi bo'lgan Abdulloh al-Yamani, Ubaydullohxon va bu yerda yotgan ulug'larning oldida shu so'zni aytdilarki, bu madrasa azaldan oliy bo'lgan, buni maqomini ko'tarishimiz kerak deganliklari bilan, qarangki aziz do'stlar, o'sha yilning o'zida Mir Arab Oliy Madrasasi ta'sis etildi va uchun juda katta mablag'ni muhtaram yurtboshimiz ana shunday hadiyalar qilib, shu katta bir binoni, ya'ni hozirgi Mir Arab Oliy Madrasasi 3 gektarlik katta joyni ana shu biz uchun, bizning farzandlarimiz uchun ana shu madrasani oliy bo'lish uchun juda katta bir himmat ko'rsatdilar. Alloh taolo muhtaram yurtboshimizni yurt tinchligi, vatan obodligi, xalq farovonligi yo'lida olib borayotgan barcha xayr ishlarga Alloh taolo o'zi madadkor bo'lsin. Men yana bir bor o'z nomimdan, Abdug'ofur domla ustozimiz nomidan, Azizbek Nasriddinovich nomlaridan, bu yerdagi ustozlar nomidan, aziz ulamolar nomidan siz talabalarga yana bir bor yo'lingizni Alloh taolo hamisha munavvar qilib ochib qo'ysin. Yo'lingiz hamisha ilm, ma'rifat, ziyo yo'lida bo'lsin. Yo'lingiz hamisha yurt tinchligi, vatan obodligi yo'lida bo'lsin. Yo'lingiz hamisha ochiq bo'lsin, yo'lingiz barakali bo'lsin, yo'lingiz hamisha farovon bo'lsin. Boyagina men talabalarni ko'rganda bir so'zni aytdimki, koshki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tirik bo'lganlarida shu talabalarimizni qanday maqom bilan, qanday mukofot bilan, qanday so'zlar bilan ta'riflar edilar. Uni faqat Alloh va uni rasuli bilguvchi deb aytdim. Iloho sizni yo'lingiz hamisha iloho munavvar bo'lsin. Siz ana shu mehrobda, masjidlarning mehrobida turib chiroyli namozlarni ado etib, xalqimizni duo qilib,
qolaversa chiroyli va'z ma'ruzalar qilib xalqimizning ko'nglidan joy olmoqingizni Alloh nasib aylasin. Yana bir bor Mir Arab oliy madrasasi, qolaversa O'zbekiston musulmonlari idorasi Buxoro viloyat vakilligi barcha imom xatiblar nomidan siz kelgan aziz mehmonlarni, siz ota-onalarni muborakbod etaman. Alloh taolo ana shu talabalarimizni iloho yo'llari hamisha ochiq, yo'llari hamisha oq, yo'llari hamisha munavvar bo'lmog'ini Alloh nasib aylasin. Va oxiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum. Mana bilasizlarki, Mir Arab madrasasi 1946-yilda ta'sis topgan. Birinchi bo'lib mufti Eshon Boboxon hazratlari mana shu madrasani ta'sis qilganlar. Qarangki, mana shunga 80 yil bo'libdi. Barobar 80 yil bo'libdi. Bu katta bir anjuman, 80 yillik. 80 yil davomida mana 8-mufti hozirgi paytda Shayx Nuriddin janoblari turibdilar. Alloh taborak va taolo mana shu muborak anjumanni 80 yilligini ham Alloh barcha muborak qilsin. Rahmat. Ustozlardan Alloh rozi bo'lsin ilohim. Keldagi tabrik so'zini Buxoro viloyati hokim o'rinbosari Azizbek Nasriddinovich Qalandarovga beramiz. Marhamat. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, hurmatli talabalar, hurmatli ota-onalar, hurmatli tadbir ishtirokchilari. Mana bugun shunaqa chiroyli tinchlik zamonida siz aziz talabalarni xatmona tadbirlaringizga yig'ilib turgan ekanmiz. Avvalambor sizlarni mana shu katta hayotga qadam qo'yayotganliklaringiz bilan chin yurakdan samimiy muborakbod etaman. Shaxsan viloyat hokimimiz Botir Komilovich Zaripovni tabriklarini, u kishini sizlarga shunaqa butun dunyoda bo'layotgan hozirgi kundagi globallashuv davridagi yoshlar ongini egallash uchun kurash bo'layotgan bir paytda siz aziz talabalarimizni haqiqiy ilm sohasini yoshlarimizga tushuntiradigan bir muhtaram yurtboshimizni yurtda tinchlikni ta'minlash yo'lida olib borayotgan islohotlarini izchil davomchisi sifatida kamarbasta bo'lishlaringizni tilab qolganlarni yetkazmoqchiman. Avvalambor siz aziz talabalarni 4 yil davomida chiroyli ta'lim bergan ustozlarimizga mingdan ming rahmat. Sizlarga o'ylayman, haqiqiy islomni butun dunyoda qanday kuch va qudratga ega ekanligi va haqiqiy islom nima ekanligini sizlarga tushuntira oldilar va kelajakdagi hayotlaringizga mana shu olgan bilimlaringizni Mir Arab o'rta maxsus bilim dargohida olganligingizni namoyon qilasizlar degan umiddaman. Mana shunda tilakdoshman. Barchangizni shunaqa mustaqil O'zbekistonni, yangi O'zbekistonni, tinch yurtda diydor ko'rib turganligimizdan xursandman. Barchangizga omad, kelajakdagi ishlaringizga muvaffaqiyat tilayman. Sog' va salomat bo'linglar. Rahmat. Rahmat, tashakkur. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Dasturxonda qo'yilgan noz-ne'matlar sizlarga muntazir. Qani taomga marhamat, barchangizga xush kayfiyat, yoqimli ishlatilgan holda xatmona tadbirimizni azizlar davom ettiramiz. Bitiruvchi kurs talabalarining dil izhorlaridan endi bahramand bo'lamiz. Yusupov Anvarjon, Qobilov Farhodjon, Rasulov Vorisbeklarni davramizga taklif etamiz. Marhamat. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bizga qalam bilan yozishni va bilmagan narsalarimizni o'rgatgan, qalbimizni ilm nuri bilan munavvar qilgan Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Butun olamlarga muallim va go'zal namuna qilib yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oilalari va sahobalariga tugal salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram ustozlar, qadrli talab ilm birodarlar, aziz ota-onalar hamda uzoq yaqindan tashrif buyurgan aziz mehmonlar. Alloh taolo bandalarini juda ko'p ne'matlar ila ne'matlantirgan. Iymon ne'matlarning eng ulug'idir. Alloh taolo bandasiga talab ilm bo'lishini nasib etish ham ulug' ne'matlardan hisoblanadi. Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsinki, bizga butun dunyoga ilm beshigi hamda ilm bulog'i sifatida tanilgan Qubbatul Islom nomini olgan Buxoroy sharifda qolaversa 500 yildan buyon butun islom olamiga, xususan xalqimizga rabboniy, zabardast olimlarni, qorilarni, din xodimlarini yetishtirib berayotgan ulkan ixlos va taqvo ustiga qurilgan Mir Arab madrasasida ilm olishligini nasib etdi. Bundan Robba rosa 4 yil muqaddam Alloh taoloning fazli ila ushbu jonajon madrasamizga talabalikka qabul qilinganligimizni eshitib, qalblarimizni quvonch chulg'ab olgan, ko'zlarimiz esa beixtiyor quvonch yoshlarga to'lgan edi. Mana bugun qadrdonimizga aylanib ulgurgan aziz madrasamizdagi ta'lim bosqichini ko'z ochib yumguncha yakunlar ekanmiz. Beixtiyor qalblarimiz ushbu dargohdan ajrayotganimiz sababidan mahzun bo'lmoqda. Shu mahzunlik sababidan ko'zlarimiz yoshlanmoqda. Madrasaga endigina kelganimizda ilmsiz holda edik. Go'yoki hech narsa yozilmagan oppoq qog'oz kabi edik. Shu tariqa ushbu muqaddas dargohda 4 yil mobaynida ilm safariga otlandik. Ushbu safarda bizlarga muhtaram ustozlarimiz boshchilik qildilar. Ustozlarimiz bizlarga nafaqat ilm o'rgatdilar, shuning bilan bir qatorda odob axloqni, tarbiyani hamda go'zal hislarni ham o'rgatdilar. Biz ilm o'rganish uchun yurtimizning turli hududlaridan tashrif buyurdik. Qadrdon madrasamiz bizni o'z quchog'iga oldi. Aziz ustozlarimiz esa bizga o'z ota-onalarimizdek mehr ko'rsatdilar. Ta'lim tarbiya berdilar. Mana bugun Alloh taoloning fazli, ustozlarimizning zahmatli mehnatlari sababidan Robbimizning kalomini, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarini va shar'iy ilmlarni o'rganmoqdamiz. Aziz ustozlarimiz bizga Alloh taoloning fazli ila Robbimizni, payg'ambarimizni tanitdilar. Dinimizni o'rgatdilar. Qolaversa, ajdodlarimizning, ota-bobolarimizning naqadar ulug', ilmli, taqvodor zotlar ekanliklarini tanishtirdilar. Ajdodlarimizdan qolgan boy ilmiy merosni, undagi ajib ruhiyatni ko'rsatdilar. Faqatgina ma'lumot bilan cheklanmay, o'rganganlarimizga amal qilishni tirik namuna bo'lib ko'rsatib berdilar. Bu tabarruk maskanda o'tgan yillarimiz umrimizning eng oltin davri desak, aslo mubolag'a bo'lmas. Negaki ixlosni ham, taqvoni ham, mehr va muhabbatni ham, kamtarlikni ham, sabrni va saxovatni ham, qo'yingki muqaddas dinimizda buyurilgan barcha xislatlarni hamda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning go'zal xulqlarini
ushbu aziz ustozlarimizning siymolarida ko'rdik. Ustozlarimiz qiyinchilik va mashaqqatlar bilan jamlagan bu ilm omonatini bizlarga go'zal holatda yetkazdilar. Va bu omonatni yetkazishda qanchadan qancha zahmatlar chekib, sabr bilan omonatni ado qildilar. Ustozlarimizga qanchalik minnatdorchilik bildirsak-da, xizmatlarni qancha qilsak-da, haqlarini ado eta olmaymiz. Alloh taolodan ustozlarimizning xizmatlarini qabul etishini, dunyo va oxiratda o'zi yaxshiliklar bilan mukofotlashini, xonadonlariga esa ofiyat ne'matlarini berib, uzoq yillar davomida bu sharafli xizmatda bardavom etishini so'rab qolamiz. Shuning bilan bir qatorda ilm olish yo'lida bizga xizmat qilgan madrasamizning barcha xodimlariga, bizni ilm yo'liga qo'yib qo'ygan ota-onalarimiz, aka-ukalarimizga hamda Buxoroy sharif ahliga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Jazakumullohu khayron kathiro. Ushbu muborak maskanda, ushbu muborak majlisda Alloh taolodan so'raymizki, Alloh taolo siz aziz ustozlarni bu dunyoda bizni mana shunday ulug' madrasada jamlagan ekan, madrasa ahlidan qilgan ekan, Alloh taolodan so'raymizki, jannatda payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, sahobalar, olimlar, Abdulloh Alamini hazratlari va boshqa ulamolar bilan birgalikda jannatda barchalarimizni jamlashligini Alloh taolodan so'rab qolamiz. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulihi va ala alihi va ashabihi ajma'in. Aziz va qadrli ustozlar, sizga bo'lgan tashakkurimiz cheksiz. Siz bizni Alloh taoloning ma'rifatiga, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning yo'llariga yetakladingiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam sahobalariga, ummatlariga mehribon edilar. Siz bizga mehribon bo'ldingiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ularning xato va nuqsonlarini kechirardilar. Siz bizlarni kechirdingiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ashablariga ta'lim va odob berardilar. Siz bizga ta'lim va odob berdingiz. Nabiyimiz sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloning dinini yetkazishda ixlosli, sodiqul masduq bo'ldilar. Siz ham bizga islom ma'rifatini yetkazishda muxlis, sodiq bo'lishni o'rgatdingiz. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam sahobalarga o'ta g'amxo'r, o'ta muhabbatli edilar. Siz aziz ustozlarimiz, ahli oila, farzandlaringizdan-da ko'proq bizga vaqt ajratdingiz, ta'lim tarbiya berdingiz. Hammamiz bunga guvohmiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalar bir-birlarini ko'rganlarida xursand bo'lar. Sahobalar u kishi bilan ko'rishib qolishga, nazarlariga tushishga harakat qilardilar. Siz bizga ana shunday o'zaro muhabbatli bo'lishni o'rgatdingiz. Olimi omil bo'lish uchun albatta ustozga muhabbat qo'yish shart ekanligini o'rgatdingiz. Ilm yo'lida biz uxlagandirmiz, siz uxlamadingiz. Biz charchagandirmiz, siz charchamadingiz. Siz bizga qaragan kuningiz, tabassum qilgan kuningiz, vazifalarni bajarib sizni xursand qilgan kunimiz, poyafzalingizni to'g'irlagan kunimiz eng baxtli kunlarimiz bo'ldi. Qadrli ustozlar, siz bizga muqaddas dinimiz ta'limotida ustoz shogirdlik an'anasi bir umr davom etishini, uzoq yillar davom etishini o'rgatdingiz. Zero bu ta'lim jarayoni ixlos va muhabbatga asoslangandir. Dunyoning eng kuchli top 1000 taligiga kirgan universitetlar kelib ko'rsin, namuna olsin. Bu ta'lim tizimida ulardagi kabi katta maoshlar va moliyaviy va'dalar yo'q, mukofotlar yo'q. Bunda faqatgina payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam asos solgan, bu kishidan meros qolgan ixlos va muhabbatga asoslangan ta'lim bor xolos. Qadrli ustozlar, bizlar ulkan va mashaqqatli mehnatlaringiz oldida yoshlik qilib, qosirlik qilib, kamchiliklarga yo'l qo'ydik. Siz aziz ustozlarimizdan buning uchun uzr so'raymiz.
garchi ado qila olmasak-da, ilmda bardavom bo'lish bilan, xizmat qilishlik bilan sizlarni bergan ta'lim tarbiyalaringizni oqlashga harakat qilamiz. Bizni kechiring aziz ustozlar. Va biz sizlardan doimo duolaringizdan umidvormiz. Alloh taolo sizlarni va bizlarga bitta bo'lsa-da harf o'rgatgan barcha zotlarni mana shu kungacha yetib kelishimizga xizmat qilgan, bizlarni voyaga yetkazgan ota-ona yaqinlarimizni va bizga xayrxoh bo'lgan boshqa insonlarni ikki dunyo saodatiga erishtirsin. Jazakumullohu xayron kaseeran kaseeran. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Madrasam olamda fayzli makon sen, ilm sar yetaklar oliy maqom sen. Olimlar beshiga johilga shifo, bir tolib qalbidan qilingan nido. Bu kun ko'zlarimda ko'rdim namlarim, xayr madrasada o'tgan damlarim. Najot tomon qadam, sendagi tahsil, sen tomon yuzlangan maqsadlar hosil. Derazang ochganda olamga sado, taralsin nurlaru musaffo havo. Bag'ringda o'tkazdim kunu tunlarim, xayr madrasada o'tgan kunlarim. Kecha kelgan edik g'o'r va sodda dil, Qur'on va hadisga emasdik ahl. Na sarfu nahudan xabarimiz bor, tilimizda faqat chiroyli shiyor. To'solmas ayriliq yoshin ko'zlarim, xayr madrasada o'tgan kezlarim. Ustozlar o'giti qalbning malhami, hilmu viqor erur olimga zinat. Dedilar umrning hatto bir dami, ilmsiz qolmog'i erur musibat. Ustozlar bag'rini ochdi quyoshdek, odob va axloqdan sochdilar nurlar. Ular suhbatiga hamisha shoshdik, ko'rdik so'zlarda ilmdan durlar. Anglayin hayotda o'ngu so'llarim, xayr madrasada yurgan yo'llarim. Kelibon ustozlar berdilar ta'lim, dedilar hammaga bo'lgin musallim. Poyafzalni ko'rsang o'nglab qo'y darhol, kibring sinmagay hech gar kelsa malol. Tayyor bo'l, doimo xizmatdan qochma. Aytdilar ko'p bora g'azabing sochma. Hasaddan, ginadan tursang gar yiroq, shayton bilan orangda bo'lar iftiroq. Kitoblar ham o'qilib, xatmlar bo'ldi. Sarf fanidan yozib daftarlar to'ldi. Nahu darsidan o'qib 100 ta omilni, so'zlarning holati mufassal bo'ldi. Tazkiyadan o'qib ham munabbihot, ham ta'lim mutaallim berdi kamolat. O'qib amal qilganga alf bushrolar, o'qib uqmaganga minglarcha hayhot. Qunar seni ko'rsa osiy ko'zlarim, xayr madrasada o'tgan kezlarim. Mashaqqat bo'larkan kofiya kofi, tushungan bilarkan boshqasin lofi. Bu ko'zlar ko'rarkan ne kelsa boshga, sharhi mulla sharti tamoman boshqa. Go'zal so'zlagin deb aytdi balog'at, xatodan tasihdan bo'lsin salomat. Mantiq fanin o'qib yaxshi angladik, sog'lom fikr undan ekan alomat. Muxtasar fanidan yog'ilar nurlar, so'zlarning ma'nosi misoli durlar. Yodlab hifz qilganga va'dalar bordir, tuyarlar hofizlar qalbda sururlar. Usulda yozilgan hukm asolatin, majoz zohir xosu nas ishoratin. Qiroat fanidan o'qib o'rgandik, to'g'rilab mahraj va tajvid xatolarin. Senda men o'tkazdim soat millarim, xayr madrasada o'tgan yillarim. Mana yetib keldik oxirgi bekat, keyingi yo'nalish hadis va ma'had. Ortga qaytish yo'li berk bo'lsa dalek, madrasamdan qolar sog'inchlar faqat. To'ldi sizlar ila o'ksik kamlarim, xayr madrasada o'tgan damlarim. Ey tolib yodda tut, qorib kulluat. Amalinga shohid yeru samavat. Gunohing kechirib lutf qilsa Alloh, bo'lgaysan dohil dor saodat.
ustozlar mehnatin aslo unutma. Duo qil har doim saqlab haqlarin, ilmga amal qil, ilmga amal qil, yo'lin tutma. Zabt qil doimo ilm sarhadlarin. Avvalo o'zimga bu nasihatlar, nuqsonim cheksizdir agar sanasam. She'rimning yakuni yaxshi niyatlar, dunyo turguncha tur aziz madrasam. To'solmas ayriliq yoshin ko'zlarim, xayr madrasada o'tgan kezlarim. Rahmat. Alloh hammalaringizdan rozi bo'lsin. Umringizga, ilmingizga, rizqingizga barakotlar nasib aylasin. Dasturxonga taomlar tortilmoqda. Barchangizga yoqimli ishtaha, qani marhamat taomga. Allohning fazli marhamati ila joriy o'quv yo'lida 30 ga yaqin qorimiz Qur'oni Karimni to'liq yodlab qorilik darajasiga yetdilar. Lekin shu qorilarimiz o'rtasida 2 nafar qorimiz Qur'onni bir o'tirishda, ya'niki 11,5 soat mobaynida to'liq yoddan aytib qorilik darajasiga yetdilar. Shu Qur'onni to'liq xatm qildilar. Mana shu qorilarimizni albatta bugun taqdirlash marosimi bo'ladi. Biz kamol ehtirom bilan bitiruvchi kurs talabasi Nabif Shukrulloh qorimizni hamda birinchi kurs talabasi Yunusxonov Muhammad Abror qorimizni davramizga taklif etamiz. Albatta taqdirlashni Buxoro viloyat bosh imom xatibi Jobir domlo Elif shaxsan o'zlari sovg'alarni topshirsinlar. Marhamat. Qorilarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Alloh barchamizning zot ziroatlarimizdan ana shunday murattab qorilar chiqishligini, din, islom yo'liga xizmat aylashligini Alloh nasib va muyassar aylasin. Bitiruvchi kurs talabalariga ustozlar duo qilib, din xizmatchisi, mehrob omonatdori sifatida ramziy ma'noda oq fotiha beradilar. Albatta biz bitiruvchi kurs talabalarini davramizga birin-ketin taklif aylasak, ustozlarni oq fotihalarni olsalar, nur ustiga a'lo nur bo'lg'usi. Abdurasulov Diyorbek, marhamat. Hasanov Solihjon, Kamoliddinov Bekzodbek, Mavlonov Izhorjon, Mirzoyev Mirshodbek,
Nabiyev Shukrulloh, Rahmonov Abduxoliq, Rahmonov Hasan, Rahmonov Murod, To'rajonov Abdumajid, Sa'dullayev Khalilulloh, Zohidov Jaloliddin, Abdurahmonov Muhiddin, Abdusamadov Usmonxon, Abdurahmonov Ozodbek, Abdusamatov Akbarxo'ja, Muxtorov Abduxoliq, Otamurodov Yahyobek, Ramazonov Hayit, Rasulov Vorisbek, Said Xo'jayev Xurshid, Husanov Nodirbek, To'rayev Muhammad Amin, Aslonov Akram, Dijurayev Sardor, Karimjonov Doniyorjon, Qamariddinov Ahliddin, Musinov Jafar, Narzullayev Muhammad, Qurbonov Husaynjon, Qudratullayev Mehriddin, Ravzatulloh Musulmon. Uchib qoldi. كم جاد من فضله قبل السؤال وكم أعطى وأغنى بمحض الجود والكرم الله يعلم ما نشكو من Iskandarov Muhriddin, Tohirov Muhammad Yusuf, Muhammad Zarif Abduvali, Qobilov Farhod, Saidov Mirzaxo'ja, Saidxonov Halilxon, Turg'unov No'monjon, Tursunov Ilyosbek, Hikmatov Ismatjon, Valiyev Diyorbek, Yusupov Anvar. Alloh taolo mana shu muborak daftarning muborakni qiyomat kunigacha Alloh taolo bardavom qilsin. Payg'ambar alayhissalom oldini omlaylab muftiy janoblarga, qo'mita rahbarlariga, davlat rahbarlariga Alloh barakot g'aybi fayz rahmoni ato aylab bugungi muborak kunning fazilatlardan, barakotlardan Alloh taolo nasib aylab muborak madrasaning qaytadan 80 yillik ochilishiga bo'lgan anjumanni ham Alloh muborak qilsin. Yurtboshimizga Alloh taborak va taolo uzoq umr, baxt va saodat nasib aylab Payg'ambar alayhissalomning olimi aylasin. Ilm laduni ato aylasin. Va sallallohu taolo xayru xalqi va sahbi ajmain. Rahmatka va rahmar rahim. Hurmatli ustozlar, endigi tabrik so'zini bitiruvchi kurs talabalarini tarbiyalagan
padari buzruklardan eshitarkanmiz. Kamol ehtirom ila Muhammad Zarif o'g'li Muhammad Amin domlamizni taklif aylaymiz. Abduvali talabamizni padari buzruklari. Marhamat. الحمد لله الذي هدانا للإيمان والإسلام وجعلنا من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم aziz domlalar, muhtaram va muhtarama ota-onalar, hurmatli talib ilmlar, mehmonlar. Albatta sevinchimiz nihoyatda cheksiz. Bunga sabab dunyoga kelishligiga sabab bo'lgan farzandlarimizni bugungi kunda mehrob egasi degan bir ulug' maqomga ega bo'lishligi. Albatta unda katta mehnat, aziz ustozlarni xizmatlari yotibdi. Alloh bu zotlardan albatta o'zi rozi bo'lsin. Chunki ota-ona farzandni dunyoga yetkazsa, ustozlar ularni dunyo va oxiratga saodatiga barhamand bo'lishligi uchun xizmat qilishadi. Shuning uchun ham ustoz ota-onadan ulug' deb aytishgan. Albatta mana shu farzandlarimizni shunday bir maqomga yetishligiga xizmat qildingizlar. Bizlar qancha minnatdor bo'lsak shuncha oz. Faqat bir so'z bilan Alloh sizlarni mana shu mehnatlaringizga o'zi rozi bo'lsin degan niyatda bo'lib qolamiz. Shu umr davomida hech bir ish behikmat bo'lmas ekan. Ustozlarimiz buni doimo ta'kidlashgan. Buni sababini aytadigan bo'lsak, 33 yil oldin 1993-yil mana shu madrasani biz ham tugatganmiz. Ustozlarimiz mana shu madrasalarda sizlarni ham avlodlaringiz, farzandlaringiz ta'lim, tarbiya olsin degan bir chiroyli, yaxshi niyatlarini bildirgan. Mana farzandimiz bugungi kunda ushbu madrasani bitkazyapti. Yuqoridagi holatdan kelib chiqib Jobir domla bir ma'noda gapirib o'tdilar. Yurtboshimiz mana shu madrasaga kelib bu oliy madrasa-ku, buni maqomini ko'tarishligimiz kerak degan. Hayotiy tajribamdan kelib aytaman, ulug'larimiz ham aytgan, hech bir ish behikmat bo'lmaydi. Ayniqsa ulug' zotlarning og'zidan chiqqan bir so'z. Alloh qalbiga bir ilhom soladi, ana undan keyin u banda aytib qo'yadi. Albatta mana shu aytilayotgan Oliy Mir Arab madrasasi ham yurtboshimizni niyatlagan niyatidek siz boshliq, mana shu yerdagi domlalar boshliq o'sha maqomga albatta yetadi. Bunday maqomga yetishligi uchun mana shu o'rta maxsus Mir Arab madrasasining domlalari va Oliy Mir Arab madrasasining domlalarini hamkorligini, birdamligini va mana shu farzandlarimizni ta'lim tarbiyasiga bo'ladigan kuch g'ayratlariga Allohning o'zi madadkor bo'lishligini Allohdan so'rab qolamiz. Bir so'z bilan mana shu ichimizdagi bir minnatdorchilikni bildirgan holda Alloh sizlardan rozi bo'lishligini doimo Allohdan so'raymiz. Farzandlarimizni baxtli, saodatli turmush kechirishligi Alloh taboraka taolaning izmida, Alloh bularni dunyo va oxiratda aziz qilsin. Bu yerdagi bildirilgan chiroyli niyatlar amalga oshishligini Alloh muyassar qilsin. Qiyomatgacha har birlarimizni, ahli zurriyotlarimizni ahli iymon, ahli islomda aylasin. Mana shu sizu bizlarni bir-birlarimizga bo'ladigan mehr oqibatimizni ziyoda, elimizni, yurtimizni tinchligini, osoyishtaligini barqaror, dunyo va oxiratda barchamizni aziz, qiyomatda diydoriga musharraf aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Rahmat. Yakuniy so'z va duoni aziz ustozimiz Razzoqov Abdulg'ofir Buxoriy domlamizdan marhamat eshitamiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu al-atammanil akmalan ala ashrafil enbiya'i vel mursalin.
muhammadin sallallohu taala va ala alihi va sahbihi va sallam. Muhtaram jamoat talabalarimiz, mana shu Mir Arab madrasasiga qadam bosganimizga 60 yil to'ldi. 1966-yil madrasaga kelganman. Shu yerga kirib, shu madrasaga o'qiyman deb kelganman. Shunda rahmatli Muxtorjon domla, Abdulatif hoj domlalarimiz, endi siz hali yoshingiz 2 yil yetmaydi. Xudo xolasa universitetga kirsangiz agar kirasiz deb shunaqa deganda men shunga tayyorlanib har zamonda kelib ustozlardan dars olganman. Mana shunga 60 yil bo'libdi. Alloh taborak va taolo dargohida shukrona qilamiz. Qancha yillar o'tib ketdi, qancha birodarlarimiz bilan birga o'qidik. Alloh taolo barcha o'tganlarga rahmat qilsin. Hozirda hayot qavmida bo'lganlarga uzoq umr va baxt va saodat nasib aylasin. Muborak madrasada bir ajoyib she'r yozilgan kirishda Darin maqomi farah baxsh, darin maqomi farah baxsh, har ki manzil kard, murod khish az in oshiyona hosil kard. Kimki mana shu muborak manzilda oshiyonadan manzil qilsa, Alloh taolo albatta uni barcha niyatlariga erishtiradi deb aytgan ekanlar. Ilohim barchamizga Alloh taolo mana shu muborak madrasaning barakotidan, fazilatlaridan Alloh taolo nasib aylasin. Balo qazolar asrasin. Kelajakda olim bo'lganda olim ham bo'lish kerak, hamda ham omil bo'lish kerak. Olim deganda hadis-i sharifning oyati karimaning ma'nosini bilasizmi? Mana shunga olim deymiz. Agar mana shu oyati karimaga, hadis-i sharifga amal qilsak, unda omil bo'lamiz. Shu uchun ustozlar davom qilganda ham olim bo'ling, ham omil bo'ling deb duo qilganlar. Ilohim Alloh taolo barchamizni ham olim, ham omil bo'lishimizni nasib aylasin. Duo qilamiz. Rabbana hab lana min azwajina va zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ilohi Parvardigoro, Hazrat Bahodir Naqshband, Imom Buxoriy, ulug' zotlarimiz, Hazrat Mir Arab, soir ulamolarimiz barchalarini rahmat aylasin. Ulug' ustozlarni yod qildik, xususan mana Eshon Boboxon hazratlari, Jodunxon hazratlari, Yusufxon hazratlari, G'anijon aka hazratlari, barchalarini ustozlar, Asrorqul aka, barchalarini Alloh taolo rahmat aylasin. Alloh taborak va taolo avvalo yurtimizni farovon aylab, balo qazolar asrasin. Muborak haj paytida mana yurtboshimiz tomonidan bu yil 100 nafar o'zbekistonlik ulug' ulamolarimizdan, shu bilan birgalikda ulug' yoshlar bo'lgan olimlarni shu bilan birgalikda muborak haj safariga yubordilar. Prezident hojilar deb aytildi. Shunga Alloh taborak va taolo yurtboshimizga ham uzoq umr va baxt va saodat nasib aylab, mana shu muborak haj safarida xizmat qilib, bir-birlariga xizmat qilib turgan barcha xizmatchilarimizga ham, davlat rahbarlariga ham, muftiy janoblariga, qo'mita rahbarlariga, barchalariga Alloh taborak va taolo uzoq umr va baxt va saodat nasib aylab, kelajakda karrot marot muborak haj safarlariga barchamizni borishimizni Alloh nasib aylasin. Muborak madrasada doimo Alloh taborak va taolo qiyomat kunigacha ta'limni qiyomat kunigacha bardavom bo'lishini Alloh nasib aylasin. Mana shu muborak madrasada turgan mudirlarimizga, xizmat barchalariga Alloh taolo barakot g'aybi fayz rahmoni ato aylasin. Va sallallohu taolo xayri xalqi va sahbi ajmain bi rahmatika arhamar rohimin. Allohu akbar. Rahmat. Ustozlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. 57-chi xatmonamiz barchamizga qutlug' muborak bo'lsin. Kelasi yil xatmonalarimizga ham Alloh hammamizni sog' salomat yetkazsin. Xatmonaga xizmat aylagan barchalaringizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Ana endi bitiruvchi kurs talabalarini ustozlar bilan esdalik uchun rasmga tushishga taklif qilib qolamiz. Marhamat talabalar.
سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم برد آخرینک مبارک مدرسه میرارت در بگونگی انجمنده میرارت مدرسه سرتا یلدگی انجمن شو بلن بلگذر خط بکتبده طلبه منه آق yolda Fatiha berdik. Bular ham kelajakda ham olim ham omil ham imom xatib bo'lib diniy diyordan 8 yil xizmat qilgan ekanlar. Shu bilan birga mana shu muborak madrasada mana shu dars xuxtoniga xizmat qilgan barcha birodarlarimizga mana shu madrasani chiroyli bo'lishiga sababchi bo'lgan barcha oroyish bergan barchalarga Alloh barakot g'aybi fayz rahmoni ato etsin. Hazrati Imom Buxoriy ruhlari, Abu Hafs al-Kabir Buxoriy ruhlari, Bahodir Naqshband, Hazrati Bahodir Imom Buxoriy ruhlari bilan birgalikda Mir Arab hazratlarining ruhlarini Alloh taborak va taolo barchamizga madarka oylab, ularning fayzlaridan, barakotlardan Alloh taolo nasibdor aylasin. Va sallallohu taolo xayri xalqi va sahbi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. Allohu akbar. Rahmat ustoz, rahmat. سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام سكنتم فؤادي ورب العباد وأنتم منائي وأقصى المراد هل تسعدوني بصفو الوداد وهل تمنحوني شريف المقام سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم راحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا يا كرام ومن ذكرهم أنسنا في الظلام ونور لنا بين هذا الأنام فلا عشت إن كان قلبي سكن إلى البعد عن أهله والوطن حبهم في الحشا قد قطن وخامر مني جميع العظام سلام كمسك الختام عليكم أحبابنا
كرام ومن ذكرهم أنس نافع ونور لنا بين هذا الأنام عسى الله يشفي غليل الصدود بوصل الحبائب وفك القيود فربي رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالمرام سلام كمسك الختام عليكم أحيب بنايا كرام ومن ذكرهم أنس نافع ونور لنا بين هذا الأنام
Marhamat.